Oldinga qo'ygan 3 ta videomda o'ta qattiq gap bo'lgan dehqonlarimizga, albatta bu aynan dehqonlarimizga bo'lgan. Uni kommentariyasini o'qib chiqdim men, bitta o'qib chiqdim, hammasini erinmadim o'qib chiqishdan. 70% kommentariyada yozilganlari hammasi dehqonlarimiz xursandmiz, katta rahmat, ditchosa ham biz bir narsani oldik, sizdan minnatdormiz degan bo'lsa, nariga 30% o'zing dalaga kirganmisan, sholini oyog'ing bilan kechganmisan, Makkaga dori sepganmisan, Makkani ko'rganmisan, juda katta negativ yozilgan bo'lsa, men ulardan mutlaqo xafa emasman. Ya'ni norozi ham bo'lganim yo'q. Endi bundan buyog'iga imini mana shu tentda ketaman. Dehqonlarimizning hosilini oshirish bo'yicha qo'limdan kelganini qilaman. Misol uchun bug'doy keladi desa bo'ldi. Bug'doy endi 3, 4, 5 tonnagacha hosil olinadigan payt endi o'tib ketdi. Endi bundan buyog'iga bug'doyni ham 6, 7 tonna, iloji boricha 8 tonnaga olib chiqamiz. Men bir shu narsa ustida qattiq ishlayman, izlanaman. Makkani ham 50 tonna, 60 tonna eng maksimal oladigan payt o'tdi. Endi bundan buyog'iga kamida 70 tonna hosil olamiz. Kamida oddiy Makkasiz 70 tonna hosil olasiz. Iloji boricha 80-90 tonna hosil oladigan qilib Makkani iloji boricha eng cho'qqiga olib chiqamiz. Paxtani ham xuddi shunaqa. Men bu yil mana bir yil endi tugadi. Endi bundan buyog'iga o'ta qattiq ishlayman, o'zim ustimda ishlayman. Katta agronomlar bilan maslahat qilaman. Iloji boricha dehqonlarimizni hosilini cho'qqiga olib chiqamiz. Men dehqonlar uchun qayg'uraman. Kim nima desa desin, kommentariyada qanaqa negativ yozsa, bu meni qiziqtirmaydi. Maqsadim dehqonlarimizning hosilini cho'qqiga olib chiqish va daromadini oshirish. Qanaqaki maslahatlar kerak bo'lsa, bemalol menga murojaat qiling, pastda nomerlarni chiqarib qoldiraman. Sizlarga qachonki telefon qilsanglar, iloji boricha ko'taraman. Telefoninglarni ko'tara olmay qolsam, albatta keyin qaytaraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.